Bilasizmi? Muqaddas kitobda har xil farishtalar haqida gapirilgan. Olovdek porlaydigan serafimlardan tortib, qudratli bosh farishtagacha. Serafimlar oliy farishtalar. Ular doimo muqaddas, muqaddas, muqaddas deb aytadilar. Ular Xudoning ulug'vorligi atrofida yorqin olovday porlab turadi. Xerovimlar esa Xudo taxtining va uning muqaddasligining qo'riqchilari. Ularning ko'p qiyofali tasvirlari tasavvurni hayratga soladi va qalbga titroq soladi. Mikoil farishta himoyachi va jangchi. Jabroil esa buyuk vahiylarning elchisi. Shuningdek, insoniyatni har yerda asrab-avaylaydigan son sanoqsiz farishtalar ham bor. Ular mo'jizaviy xabarlar va himoya olib kelib, taqdirlarni o'zgartiradi. Ularning yer yuzidagi vazifasini yanada chuqurroq bilmoqchi bo'lsangiz, barchasini muqaddas kitobdan topasiz. Farishtalar hayotingizga ta'sir qilganmi? Izohlarda yozib qoldiring.